Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Navbatdagi darsimizga xush kelibsiz. Bugungi darsimiz juda ham seryozni dars, chunki darsimizning nomi, mavzusi bu huquqni muhofaza qiluvchi organlarda. Oldin sizlar hech qayerda eshitmagan bo'lishlaringiz mumkin. Kelinglar sizlar bilan huquqni muhofaza qiluvchi organlar haqida gaplashamiz. Bugun biz sizlar bilan Ichki ishlar vazirligi, Bosh prokuratura organlari, Milliy gvardiya, Davlat xavfsizlik xizmati, SGB, keyin O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Davlat xavfsizlik xizmati, Davlat Bojxona qo'mitasi faoliyatlari haqida gaplashamiz. Demak, do'stlar, boshladik. Birinchisi bu O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi. Ichki ishlar vazirligi umuman ichki ishlar organlari tizimi faoliyatiga umumiy rahbarlik qiladigan va muvofiqlashtiriladigan respublika davlat boshqaruv organi hisoblanadi. Ichki ishlar vazirligi bevosita O'zbekiston Respublikasi prezidentiga, ayrim masalalar bo'yicha esa o'sha bevosita O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga bo'ysunadi. Ichki ishlar vaziri bosh vazirning taqdimnomasiga asosan prezident tomonidan lavozimga tasdiqlanadi va lavozimdan olinadi. Demak, vazir bir yilda 2 marta Oliy Majlis Senatiga huquqbuzarliklarni oldini olish, ularning profilaktikasini amalga oshirish, profilaktika holati to'g'risida axborot beradi. Ichki ishlar vaziri o'z maqomiga ko'ra O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining tarkibiga kiradi. Do'stlar, bundan oldin ham aytganman, umuman agar vazirlik bo'lsa, bu demak o'sha Vazirlar Mahkamasi tarkibidagi tashkilot hisoblanadi. Ichki ishlar ham ularning qatoriga kiradi. Endi ichki ishlar organlari nima bilan shug'ullanadi? Ular birinchi navbatda jamoat joylarida fuqarolarning xavfsizligini ta'minlaydi. Sodir etilgan jinoyatlar bo'yicha jinoiy ishlarni qo'zg'atadi. Tergovga qadar tekshiruvlarni, tezkor qidiruv operlari bor, tezkor qidiruv faoliyatini amalga oshiradi. Jinoyat ishlari bo'yicha surishtiruv hamda dastlabki tergov harakatlarini o'tkazadi. Undan keyin, demak, o'z vakolatlari doirasida ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi ishlarni ham yuritadi. Bilasizlar, GAI organlari ham, PPS hammasi o'sha ichki ishlar organlari qatoriga kiradi. Deylik, agar sizni GAI to'xtatsa, u sizga ma'muriy bayonnoma tuzadi. Bu ham o'sha ularning bevosita vakolatiga kiradi. Undan keyin, demak, ushlab turilgan, qamoqqa olinganlar va mahkumlarni qamoqda saqlash va qo'riqlash ishlarini ham aynan o'sha ichki ishlar organlari xodimlari amalga oshiradi. Yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashadi. Qurollar, portlovchi moddalar, pirotexnika buyumlari, giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarni muomalada bo'lishini nazorat qilib borishadi. Bundan tashqari, pasport masalalarida O'zbekiston Respublikasida turgan chet el fuqarolarini, fuqarolik bo'lmagan shaxslarning hisobini va yagona ma'lumotlar bazasini yuritadi. ID kartalarni, biometrik pasportlarni, zagran pasportlarni berish, ularni almashtirish, fuqarolikni taqdim qilish, fuqarolikni yo'qotish masalalarini rasmiylashtirish bilan ham aynan o'sha ichki ishlar organlari shug'ullanadi. Endi ichki ishlar organlari boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar kabi ayrim masalalar bo'yicha jinoiy ishlarni, huquqbuzarliklarni ko'rib chiqadi. Men sizlarga misol uchun misollar keltirmoqchiman. Birinchisi, mana misol deylik, firibgarlik bor, qasddan badanga shikast yetkazish bor, giyohvandlik vositalari, ularni analoglari yoki psixotrop moddalarni qonunga xilof ravishda aylanishini tartibga soladi bular. Yo'l harakati xavfsizligi qoidalari buzilishini oldini oladi va bularni tartibga soladi. Odam savdosi va ko'plab boshqa jinoiy ishlarni o'sha ichki ishlar ko'rib chiqadi bevosita. Endi ichki ishlar faoliyati qaysi normativ huquqiy hujjatlar bilan tartibga solinadi? Sizlar bu hozircha qisqa ma'lumotda agar qo'shimcha ma'lumot kerak desalaring, ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun bor, O'zbekiston Respublikasi qonuni. O'sha qonunda ochsalaring, doya polностью yozib qo'yilgan nima ish bilan shug'ullanadi ichki ishlar organlari. Bundan tashqari, o'sha jinoyat kodeksida ular bevosita qaysi jinoyatlarni ko'rib chiqishi, jinoyat protsessual kodeksida qaysi protsessual tartibda amalga oshirilishi va ichki ishlar vazirining ayrim buyruqlari bor, o'sha bevosita u yoki bu masalalarni tartibga soladigan. Mana shularni ochib turib o'qisalaring, yana qo'shimcha ma'lumot olishlaring mumkin. Qisqa qilib aytganda, ichki ishlar organlari o'sha hammamiz bilgan yashil formada yuradigan akalar, xodimlar, ularda o'sha PPS ham ularga kiradi, GAI ham ularga kiradi, pasport install ham ularning tizimida va umumiy o'sha ichki ishlar xodimlari hammasi ichki ishlar vazirligining tarkibiga kiradi. Do'stlar, bu ichki ishlar vazirligi haqida ma'lumot edi. Keyingi organ, huquqni muhofaza qiluvchi organ bu O'zbekiston Respublikasi prokuraturasi. O'zbekiston Respublikasi prokuraturasi bosh prokuror rahbarlik qiladigan prokuratura organlarini yagona markazlashtirilgan tizimi hisoblanadi. Demak, bosh prokuror bevosita Oliy Majlis Senati ma'qullagandan keyin bevosita prezident tomonidan lavozimga tayinlanadi va lavozimdan olish ham o'sha prezidentning vakolatiga kiradi. Bosh prokuror o'z faoliyat davomida prezidentga va Oliy Majlis Senatiga
hisobot berib yuradi, ya'ni hisobdor sanaladi. Prokuratura organlari faoliyatining asosiy yo'nalishlari qanaqa? Asosiy yo'nalishlari bu misol uchun korxonalar, muassasalar, tashkilotlar, mansabdor shaxslar va fuqarolar tomonidan qonunlarning ijro etilishi ustidan nazorat qiladi. Butun bu juda ham seriozniy organ prokuratura, любой mana davlat organimi, xususiy sektordagi tashkilotlarmi, hamma любой organda ichida o'sha qonunlarni ijrosi qanchalik ta'minlanmayapti, aynan mana shu narsani nazorat qiluvchi organ hisoblanadi. Ushlab turilganlarda, ya'ni qamoqqa olingan shaxslarni, qamoqqa olingan, ya'ni qamoq saqlash joylaridagi va jinoiy jazolarni ijro etish vaqtida qonunlarga rioya etilishi ustidan ham nazorat qiladi. Ya'ni qamoqda birorta bir qonunbuzarliklar sodir etilsa yoki IVSlar bor, ana vaqtinchalik saqlab turadigan o'sha jinoyatchilarni, gumonlanuvchilarni saqlab turadigan joylarda ham o'sha qonunlarning ijrosini nazorat qilish bilan shug'ullanadi. Sudlarda jinoyat ishlarini ko'rib chiqilayotganda davlat tomonidan davlat ayblovini qo'llab-quvvatlaydi. Sudlarda fuqarolik ishlarini, ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi ishlarda hamda iqtisodiy nizolarda ham bemalol o'sha prokuror sifatida qatnashib, ayblovchi sifatida qatnashib, qonunlarga zid bo'lgan sud hujjatlariga protest kiritishlari ham mumkin. Mana bilamiz, sud qaror qabul qilganda yoki hukm chiqarganda, u yoki bu qaror qabul qilinganda tagida yozib qo'yadi. Siz ushbu qarordan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi sudga murojaat qilishingiz mumkin deydi va yoki prokuror protest kiritishi mumkin deydi. Bularda shunaqangi zo'r vakolat borki, agar sudni qarori qabul qilinsa, va u sud qarori qonunga xilof ravishda qabul qilingan bo'lsa, kimnidir huquqlari ta'minlanmagan bo'lsa, o'sha u yoki bu prokuror o'sha sudni hukmi, qarori ustidan bemalol protest kiritishi mumkin. Biz rozi emasmiz, mana ABCD masalalarga, sabablarga ko'ra biz rozi emasmiz deb bemalol protest kiritishi mumkin. Va o'sha yana qo'shimcha vakolati o'sha bevosita jinoyat ishlari yuzasidan, jinoyatlar yuzasidan dastlabki tergovlarni olib boradi va o'sha tergov harakatlarini amalga oshiradi. Demak do'stlar, prokuratura organlarining o'zini tizimi bor, bir nechta qismlarga bo'linadi. Demak, prokuratura organlarining tizimlari quyidagilar. Birinchisi O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi, o'sha Toshkentda joylashgan bitta Teli Glavniy Bosh prokuratura. Undan keyin Qoraqalpog'iston Respublikasi prokuraturasi bor, viloyatlarda va Toshkent shahar prokuraturalari bor, tumanlar va shahar prokuraturalari ham bor. Misol, har bitta tumanda, har bitta shaharda shu o'zini prokuraturasi bor. Viloyat prokuraturalariga tenglashtirilgan harbiy prokuratura bor va transport prokuraturasi bor. Ko'pchilik eshitmagan bo'lardi. Bular haqida ham podrobno aytib beraman batafsil. Va tuman prokuraturalariga tenglashtirilgan hududiy harbiy prokuraturalar, transport prokuraturalar va yana bitta turi u ixtisoslashtirilgan prokuraturalar mavjud o'sha prokuratura organlari tizimida. Dalshi. Demak, harbiy prokuratura haqida gaplashamiz. Harbiy prokuratura bu o'sha qurolli kuchlar va harbiylashtirilgan tuzilmalarda qonunchilikka rioya etilishini nazorat qiladigan organ hisoblanadi. Harbiy sohada sodir etilgan jinoyatlar bo'yicha jinoiy ishlarni qo'zg'atadi va tergov harakatlarini amalga oshiriladi. O'zlaringiz uchun tushunib olinglar. Mana misol uchun agar oddiy fuqaro jinoyat sodir qilsa, uni prokuratura ko'rsa, oddiy prokuratura, agar harbiy shaxs yoki harbiy tizimda faoliyat yuritadigan shaxs jinoyat sodir qilsa yoki harbiy birorta qismda ichida, armiyadagi bir zdaniyalarda ichida jinoyat sodir etilsa, bularni o'sha bevosita harbiy prokuratura ko'rib chiqadi. Endi transport prokuraturasi o'zini nomidan kelib chiqib, o'sha temir yo'l harakati, aviatsiya va metropoliten sohalaridagi qonunchilikka rioya etilishini nazorat qiladi. Agar siz misol uchun samolyotda ketay turib, ana avariyning eshigi bor-ku, ras ochib olsangiz, germetizatsiya yo'qolib, odamlarga shikast yetib, человеческий жертвалар bo'lib, ya'ni odamlar vafot etib, boshqa bo'lib, shunaqangi jinoyat sodir etilsa, bu jinoyatda o'sha bevosita transport prokuraturasi ko'rib chiqadi va tergov harakatlarini amalga oshiriladi. Do'stlar, keyingi prokuratura ko'pchilik eshitmagan, bu o'sha ixtisoslashtirilgan prokuraturalar. Bularga nimalar kiradi? Misol uchun, tabiatni muhofaza qilish prokuraturasi degan narsa bor. Ularning asosiy faoliyati bu o'sha tabiatni muhofaza qilishga oid qonunchilikni ijrosi ustidan nazorat qilish va yerlardan noqonuniy foydalanishni bartaraf qilish, ya'ni oldini olish. Ya'ni mana shu yerdagi qonunchilikni ustidan nazorat qilib boradi. Masalan, hozirgi kunda ushbu prokuraturalar, ya'ni tabiatni muhofaza qilish prokuraturasi, Toshkent tabiatni muhofaza qilish prokuraturasi bor, Zominda ixtisoslashtirilgan prokuraturasi bor va Orol tabiatni muhofaza qilish prokuraturasi bor. Nimaga? Aynan o'sha yerlarda, Orol bo'yida yoki tam Zominda yoki o'sha Toshkentda deylik, o'sha tabiatdagi
huquqbuzarliklar ko'p bo'lganligi sababli daraxt kesilishlari, загрязнение, ana suvlarda ifloslantirish, shunga o'xshagan jinoyatlar ko'p sodir etilganligi sababli mana shunga o'xshagan ixtisoslashtirilgan prokuraturalar tashkil etilgan va ular bevosita aynan mana shu yo'nalishdagi qonunchilikni ustidan nazorat qilib borishadi. Qonunchilik ijrosi ustidan nazorat qilib borishadi. Keyingisi, qamoqqa olinganlarni saqlash va jazoni ijro etish joylarida qonunlarga rioya etish ustidan nazorat qilish prokuraturasi bor. Nomi ham juda uzun, bu ham ixtisoslashtirilgan. Demak, ushlab turilganlarni, qamoqqa olinganlarni saqlash joylarida va jinoiy jazolarni ijro etish vaqtida qonunlarga rioya qilinishini nazorat qilib boradi. Bunday prokuraturalar bugungi kunda Toshkentda bor, Navoiyda bor, Qashqadaryoda bor va Namanganda faoliyat yurityapti. Nimaga? Aynan o'sha yerlarda katta-katta o'sha ya'ni jazoni o'tash joylari mavjud bo'lganligi uchun va u yerlarda bevosita o'sha demak qonun buzilish holatlari ko'p kuzatilganligi uchun mana shu joylarda bugungi kunda ixtisoslashtirilgan prokuratura yo'lga qo'yilgan. Endi do'stlar, bugungi kunda Bosh prokuratura huzurida yana qo'shimcha tashkilotlar bor. Mana Bosh prokuraturaning tizimiga kiradigan, ulardan bittasi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti. O'sha O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi tashkilot. Bu ham bir jiddiy, seryozni tashkilot. Buni asosiy vazifalari bu o'sha byudjet tizimini, byudjet mablag'larini o'g'irlanishi va maqsadsiz ishlatilishini faktlarini aniqlab, ularga nisbatan chora ko'radi. O'sha holatlar bo'yicha bank, soliq, ijtimoiy qurilish va boshqa sohalardagi iqtisodiy jinoyatlar va korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha ishlar amalga oshirishadi va chet el valyutasini noqonuniy olib kirish va olib chiqish faktlarini aniqlaydi va boshqa, mana misol uchun tamaki va alkogol mahsulotlari bozorini tartibga solish ham bugungi kunda aynan o'sha iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti qoshidagi bitta inspeksiya ochildi, o'shanga yuklatildi, ya'ni departament vakolatiga kirgizildi. Yana qo'shimcha tashkilot o'sha Bosh prokuratura huzuridagi bu Majburiy ijro byurosi. Hammamiz bilamiz, MIB deb qo'yamiz, oddiy tilda o'sha sud hujjatlari yoki boshqa organlar hujjatlarini ijrosini ta'minlab beradi. Mana shular tushunishlaring uchun Majburiy ijro byuro o'sha sud tomonidan qaror chiqariladi. Uni siz bilan biz ijro etishimiz kerak, lekin biz ijro etmasak, ular majburiy tartibda o'sha chiqarilgan qarorlarning ijrosini ta'minlab beradigan organ hisoblanadi. Demak, kommunal to'lovlarni to'liq va o'z vaqtida to'lanishini, iste'mol qarzlarini kamaytirilishini ta'minlaydi. Elektr, gaz va gaz taqsimlash tarmoqlariga noqonuniy ulanib olganlarni ham aynan mana shu Majburiy ijro byuro xodimlari aniqlab turib, ularga nisbatan choralar ko'radi. Va bunga qo'shimcha yana дополнительный полномочиялari bor. U haqida normativ huquqiy hujjatlardan bemalol tanishib olishlaring mumkin. Endi do'stlar, prokuratura organlari qanday jinoiy ishlarni ko'rib chiqadi degan savol bor. Ayrim misollarni keltirib chiqaman, chunki juda ko'p ularni ko'rib chiqadigan ishlari, ayrimlari bu o'sha qasddan odam o'ldirish, убийство bo'lsa, bu o'sha prokuratura tomonidan ko'rib chiqiladi. Odam o'g'irlanishi, shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risida qonunchilikni buzilishi, qamoqdan yoki qo'riqlov ostidan saqlash joyidan, ya'ni qochib ketadi, pobeg qiladi-yu qamoqlardan. Mana shu ishlarni ham prokuratura ko'rib chiqadi. Jinoiy uyushmalar tashkil etish bilan bog'liq jinoyatlarni, yaqinda mana ko'rdik, uyushgan jinoyat guruhlarini ushlab rosa javobgar qildi. Mana shu ham mana demak bevosita prokuratura organlari faoliyatiga kiradi. Endi o'sha yuqorida aytib o'tganimdek prokuratura organlari haqida bu qisqa ma'lumotida agar yana qo'shimcha ma'lumot olmoqchiman, bu yetarli bo'lmadi deganlarga biz mana prezentatsiyani ham taqdim qilamiz. Uning ichida normativ huquqiy hujjatlarning nomini keltirib o'tamiz. Agar siz prokuratura organlari to'g'risida yana qo'shimcha ma'lumotga ega bo'lsalaring, bu birinchi navbatda konstitutsiyani ochib o'qisalaring bo'ladi va asosiy barcha masalalar O'zbekiston Respublikasi prokuraturasi to'g'risidagi qonunda ko'rsatib o'tilgan. U yerda ularning huquqlari, majburiyatlari, nimalarni qilishi mumkin, nimalarni qilishi mumkin emas, qanaqangi ishlarni ko'rib chiqadi va nima yo'nalishda faoliyat yuritadi, hammasi o'sha prokuratura to'g'risidagi qonunda ko'rsatib o'tilgan. Endi Jinoyat kodeksida va Jinoyat protsessual kodeksida bevosita o'sha qaysi jinoyatlarni bular ko'rib chiqishi va qaysi protsess tartibida ko'rib chiqishi nazarda tutilgan. Bu o'sha bevosita prokuratura organlari to'g'risidagi, ya'ni huquqni muhofaza qiluvchi organ to'g'risidagi ma'lumot edi. Do'stlar, keyingi huquqni muhofaza qiluvchi organ bu O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi. Bu demak, O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi O'zbekiston qurolli kuchlari qo'shinlarining jamoat xavfsizligini ta'minlash va huquqbuzarlik profilaktikasi sohasida huquqni muhofaza qilishga doir ayrim vazifalarga ega bo'lgan maxsus bitta organ
maxsus organ turi hisoblanadi. Milliy gvardiya bevosita O'zbekiston Respublikasi prezidentiga bo'ysunadi va unga bevosita o'sha hisobdor hisoblanadi. Hisobotni faqat prezidentga beradi. Milliy gvardiyaga o'sha O'zbekiston Respublikasi prezident tomonidan tayinlanadigan va lavozimdan ozod qilinadigan Milliy gvardiya qo'mondoni rahbarlik qiladi. Milliy gvardiya qo'mondoni o'z maqomiga ko'ra o'sha O'zbekiston Respublikasidagi vazirga tenglashtirilgan. Demak, O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi nimalar bilan shug'ullanadi? Birinchi navbatda o'sha fuqarolarning jamoat joylarida, shu jumladan ommaviy tadbirlar bor, mitinglar, yig'ilishlar, konsert, namoyish, mana shularning paytida O'zbekiston Respublikasi o'sha fuqarolarni yoki kelgan boshqa mehmonlarni ommaviy yashash joylarida xavfsizligini ta'minlash bilan shug'ullanadi. Bundan tashqari jinoyat faktlari bo'yicha jinoiy ishlarni qo'zg'atadi, tergov oldidan tekshiruvlar harakatlarini o'tkazadi va jinoyat ishlari bo'yicha surishtiruv ishlarini ham amalga oshiradi. Bundan tashqari Milliy gvardiya xodimlari terrorizmga qarshi kurashda ham qatnashadi. Shuningdek, terroristik harakatlar va favqulodda vaziyatlarda amalga oshirilgandan keyin o'sha favqulodda vaziyatlarning oqibatlarini ham bartaraf qilish o'sha bevosita Milliy gvardiyani faoliyatiga kiradi. Keyingisi, davlat obyektlarini, o'ta muhim toifalangan obyektlarni hamda boshqa obyektlarni, jismoniy va yuridik shaxslarning mol-mulklarini ham qo'riqlash vazifasiga kiradi. Siz birinchidan o'sha Milliy gvardiya davlat obyektlarini himoya qilishadi, har xil davlat idoralarini, tashkilot, hokimiyat и так далее. Bundan tashqari mana oddiy fuqarolar ham bemalol ular bilan kontrakt qilib, o'zini uyini himoya qilishga shartnoma asosida jalb qilishi mumkin. Bundan tashqari qo'riqlanadigan shaxslarning ham xavfsizligini ta'minlashda ishtirok etishadi. Siz bular misol uchun o'sha u yoki bu shaxslarni himoya qilish mumkin, ya'ni o'sha охранасini tashkillashtirib berish mumkin. Va bundan tashqari siz ham o'sha kontrakt asosida o'zingizga Milliy gvardiya xodimlarini охрана sifatida jalb qilishingiz ham nazarda tutilgan qonunchilikda. Endi chet davlatlarda rasmiy vakillari, oliy darajadagi xorijiy delegatsiyalar kutib olishda va kuzatib qo'yishda O'zbekiston Respublikasi prezidenti ishtirokidagi tantanali tadbirlar chog'ida rasmiy marosimlarni o'tkazishda ishtirok etadi. Ana plyoslarku, deb sablalar bilan yurishadi, chiroyli kiyinib, perchatkalarda, bular ham hammasi mana shu Milliy gvardiya sostaviga kiradi. Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlariga O'zbekiston Respublikasi davlat chegarasini qo'riqlashda va muhofaza qilishda ham bevosita o'sha Milliy gvardiya xodimlari yordam beradi. Milliy gvardiya quyidagi ishlar bo'yicha surishtiruv ishlarini o'tkazadi. Misollar keltiraman. Birinchisi, deylik mana pirotexnika mahsulotlarining noqonuniy savdosi to'g'risidagi ishlarda ular agar ushlasa, noqonuniy savdoni ushlab turib, ularga nisbatan chora ko'rish huquqi bor. O'ta muhim va toifalangan obyektlarning qo'riqlanishini ta'minlashga doir agar majburiyatlar bajarilmasa, u yoki bu shaxs tomonidan ana shu to'g'risidagi ishlarni ham ular ko'rib turib, birorta obyekt охраняться qilish kerak, himoya qilinishi kerak va o'sha obyektdagi mansabdor shaxslar uni охранасini, ya'ni himoyalanishini yetarli darajada bajarib bermasa, mana shunaqangi ishlarni ham Milliy gvardiya bemalol ko'rib chiqishi mumkin. Endi O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi faoliyati to'g'risida ham turli xil normativ huquqiy hujjatlar bor. Qo'shimcha ma'lumot kerak bo'lsa, o'sha yerdan bemalol tanishib olishlaring mumkin. Bu misol uchun birinchi navbatda O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi to'g'risidagi qonun bor. O'zbekiston Respublikasi qonuni mana shu qonunga kirib turib, bevosita ularning nima haqqi bor, nima haqqi yo'q, nimalarga vakolat berilgan, nimalarga vakolat berilmagan, o'sha hamma narsa bilan tanishishingiz mumkin. Qisqa qilib aytganda, Milliy gvardiya o'sha ichki ishlar organiga vspomogatelniy, ya'ni yordam beruvchi, yana qo'shimcha bir kuch sifatida tashkil etilgan, prezident tomonidan tashkil etilgan organ hisoblanadi. Bu ham o'sha huquqni muhofaza qiluvchi organlar sostaviga kiradi. Ularning o'zining vakolatlari bor, o'zini ko'rib chiqadigan ishlari bor va bularning asosiy masalasi o'sha ichki ishlar organiga o'xshab jamoat xavfsizligini ta'minlash, profilaktik qilish va asosiysi ommaviy tadbirlar bo'lganda, odamlar yig'ilib parklarda, Magic City, Tashkent City har xil joyda o'sha qo'riqlash ishlarini oshirib keladi. Davom ettiramiz. Do'stlar, keyingi huquqni muhofaza qiluvchi organ, seriozniy organ O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati. Bu bilasizlar SGB deb qo'yamiz yoki o'zbek tilida DXX deb qo'yishadi. Chunki qisqartirilgani DXX. Demak, O'zbekiston Respublikasi davlat va milliy xavfsizligini ta'minlovchi maxsus xizmat hisoblanadi. Bu davlat xavfsizlik xizmati. Demak, davlat xavfsizlik xizmati prezident tomonidan tayinlanadigan va lavozimdan ozod qilinadigan rais boshqaradi. Mana shu xizmatni, demak, organni davlat xavfsizlik xizmati bevosita prezident tomonidan tayinlanadigan va lavozimdan ozod qilinadigan rais boshqaradi o'sha davlat xavfsizlik xizmatini va davlat xavfsizlik xizmati bevosita o'zini xizmatida faqat
prezidentga bo'ysunadi va faqat prezidentga hisobot beradi. Davlat xavfsizlik xizmatining asosiy faoliyatlari quyidagilardan iborat. Birinchisi, bu misol O'zbekiston Respublikasi davlat xavfsizligini va davlat manfaatlarini tashqi hamda ichki tahdidlardan, ya'ni ugrozalardan himoya qilish. Mana shu eslab qolinglar, ras davlat xavfsizlik xizmatining asosiy yo'nalishi o'sha davlatni xavfsizligini ta'minlash. Bundan keyingisi o'sha O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy tuzumiga, suverenitetiga, hududiy yaxlitligi, ya'ni territoriyasiga bo'lgan tajovuzlarni, ugrozalarni oldini oladi. Ularni aniqlash hamda ularga barham berish bo'yicha razvedka, kontrrazvedka ishlarini ham aynan o'sha davlat xavfsizlik xizmati xodimlari amalga oshiradi. Tergov va davlat xavfsizlik xizmati organlari vakolatiga kiritilgan ishlar bo'yicha, jinoiy ishlar bo'yicha, demak, tergovga qadar tekshiruvlar o'tkazadi, dastlabki tergovlarni o'tkazadi, tezkor qidiruv faoliyati ham bor, ya'ni operlari ham bor o'zini davlat xavfsizlik xizmatini. O'zbekiston Respublikasi davlat chegarasini qo'riqlash va himoya qilish bilan shug'ullanishadi. Terrorizm, ekstremizm, uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash, giyohvandlik moddalari, psixotrop moddalarni noqonuniy muomalasiga qarshi kurashish ham o'sha davlat xavfsizlik xizmatining asosiy vazifalaridan biriga kiradi. Demak, davlat organlari va boshqa tashkilotlarda davlat manfaatlariga hamda xavfsizligiga tahdid soluvchi korrupsiya holatlarini ham aniqlab turib, ularga nisbatan chora ko'rish, ularni jinoiy javobgarlikka tortish masalalari ham bevosita o'sha davlat xavfsizlik xizmati organlar xodimlari tomonidan amalga oshiriladi. Qanaqangi bir masalalar bor, ular nimalarni ko'rib chiqadi? Demak, davlat xavfsizlik xizmati jinoyat ishlarini ko'rib chiqadi. Misollar keltiraman. Urushni targ'ib qilish, terrorizm, davlatga xoinlik qilish, O'zbekiston Respublikasiga tajovuz, O'zbekiston Respublikasi prezidentiga tajovuz qilinishi, O'zbekiston Respublikasiga o'ziga territoriyasiga tajovuz qilinishi, konstitutsiyaviy tuzumiga, josuslik, davlat sirlarini oshkora qilish, qonunga xilof ravishda chet elga chiqish yoki chet el O'zbekiston Respublikasi hududiga kirib kelish masalalarini ham bevosita o'sha davlat xavfsizlik xizmati ko'rib chiqadi va ushbu qoidabuzarliklarni, jinoyatlarni sodir etgan shaxslarga nisbatan bevosita jinoiy javobgarlikka tortish masalalarini aynan davlat xavfsizlik xizmati amalga oshiradi. Endi davlat xavfsizlik xizmati ham ayrim bir qonun hujjatlariga asosan tartibga solinadi faoliyati. Sizlar agar qo'shimcha ma'lumot olmoqchi bo'lsalaring, o'sha davlat xavfsizligi xizmati to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni bor. O'sha qonunda ochsalaring, ularni polniy vakolatlari yozilgan. Nimaga haqqi bor, nimaga haqqi yo'q, nima faoliyat bilan shug'ullanadi, qanaqangi yo'nalishlar, qanaqangi tamoyillar asosida faoliyat yuritadi va hokazo. Jinoyat kodeksi bilan, demak, jinoyat protsessual kodeksini ochib qarasalaring, o'sha yerdagi bular ko'rib chiqadigan jinoyat turlari belgilab qo'yilgan. Jinoyat protsessual kodeksda esa qaysi protsessual tartibda faoliyat yuritishini, ya'ni o'sha javobgarlikka tortishini, jinoiy javobgarlikka tortishini u yoki bu shaxslarni aynan o'sha O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksida ko'rsatib qo'yilgan. Demak, do'stlar, bu o'sha davlat xavfsizlik xizmati organi to'g'risidagi ma'lumot edi. Bu ham bir seriozniy huquqni muhofaza qiluvchi organ. Biz sizlar bilan esa davom ettiramiz. Keyingi navbatdagi huquqni muhofaza qiluvchi organ bu O'zbekiston Respublikasi Prezidenti davlat xavfsizlik xizmati. Ko'pchilik eshitmagan, bilamiz va ko'pchilik eshitgan bo'lsa ham nima bilan shug'ullanishini bilmaydi. Bu demak SBP deb qo'yamiz, oddiy tilda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti davlat xavfsizlik xizmati o'sha qo'riqlanadigan shaxslar va obyektlarni xavfsizligini ta'minlaydigan maxsus vakolatli davlat organi hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi davlat xavfsizlik xizmatiga demak prezident tomonidan lavozimga tayinlanadigan va lavozimdan ozod etiladigan rais boshchilik qiladi. Ya'ni boshlig'i ularni rais hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti davlat xavfsizlik xizmati bevosita prezidentga bo'ysunadi va faqat prezidentga hisobot beradi. Endi qo'riqlanadigan shaxslar deyapmiz. Kimlar kiradi qo'riqlanadigan shaxslarga? Bu birinchi navbatda O'zbekiston Respublikasi prezidenti va uning barcha oila a'zolari kiradi. Qo'riqlanadigan shaxslarga O'zbekiston Respublikasi sobiq prezidenti va uning oila a'zolari butun hayoti davriga o'sha qo'riqlanadigan shaxs hisoblanadi. Do'stlar, mana misol uchun prezident agar ertaga pensiyaga chiqsa yoki muddati tugagandan keyin ham u sobiq prezident hisoblanib, unga nisbatan u va uning oilasi bevosita o'sha O'zbekiston Respublikasi Prezidenti davlat xavfsizlik xizmati organi xodimlari tomonidan butun hayoti davomida umrining oxirigacha o'sha qo'riqlash, himoya qilish bilan ta'minlanadi. Ya'ni mana shu ish bilan shug'ullanadi. Dalshi yangi saylangan O'zbekiston Respublikasi prezidenti lavozimiga kirish kuniga qadar prezidentning vazifasini va vakolatini bajaruvchi shaxs ham o'sha bevosita qo'riqlanadigan shaxslar qatoriga kiradi. O'zbekiston Respublikasi hududiga kirib keluvchi
chet davlatlarini, hukumatlarini, parlamentlarini, xalqaro tashkilotlarning rahbarlari, chet davlatlarning boshqa siyosiy va jamoat arboblari, shuningdek ularga hamrohlik qilayotgan oila a'zolari va yonidagi shaxslar ham bevosita o'sha qo'riqlanadigan shaxslar qatoriga kiradi. O'zbekiston Respublikasi farmonlari va farmoyishlari bilan u yoki bu shaxs ham qo'riqlanadigan shaxslar qatoriga kiritilishi mumkin. Prezident bitta farmoyish chiqarsa, mana odam ham qo'riqlansin degan farmoyish chiqsa, o'sha Prezident davlat xavfsizlik xizmati xodimlari bevosita o'sha shaxslarni ham himoya qiladi. Shaxslarni himoya qilishdan tashqari ushbu organ qo'riqlanadigan obyektlarni ham himoya qilish bilan shug'ullanadi. Ya'ni o'sha himoya qilinadigan shaxslar tashrif buyuradigan, yashaydigan va ular tashrif buyuradigan obyektlar bor. Deylik, prezident agar yoki prezident oila a'zolari deylik Tashkent City Mallga borsa yoki Magic Cityga borsa yoki boshqa biror bir tashkilotga borsa, o'sha boradigan davriga ham demak o'sha obyektlar, o'sha binolar qo'riqlanadigan obyektlar qatoriga kiritiladi. Prezidentlar yashaydigan rezidensiyalar va hokazolar ular doimiy ravishda qo'riqlanadigan obyektlar turiga kiritiladi. Demak, O'zbekiston Respublikasi Prezident davlat xavfsizlik xizmatining tezkor boshqaruviga berilgan binolar bo'lishi mumkin, imoratlar, inshootlar, shu jumladan alohida bir xonalar ham berilishi mumkin. Deylik, katta zdaniyada bitta bino, misol uchun deylik, alohida nazoratga olib berilishi mumkin. Yer uchastkalari va suv obyektlarini ham demak himoya qilishlari nazarda tutilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmonlari va farmoyishlariga muvofiq o'sha qo'riqlanadigan shaxslar qatori kengayishi bilan birga qo'riqlanadigan obyektlar qatoriga ham yana qo'shimcha obyektlar qo'shilishi mumkin. Endi o'sha Prezident davlat xavfsizlik xizmati nima bilan shug'ullanadi? Birinchi navbatda o'sha qo'riqlanadigan shaxslarni va obyektlarni xavfsizligini ta'minlaydi, terrorizmga qarshi kurashishda o'z vakolatlari doirasida ishtirok etadi. Qo'riqlanadigan demak shaxslarda avtomobil, temir yo'l, aviatsiya, suv transportlari va boshqa turdagi transportlarning harakatlanishida o'sha xavfsizligini ta'minlaydi. Ertaga prezident yoki oila a'zolari samolyotda uchishi mumkin, suvda kemada yurishi mumkin, O'zbekiston emas chet el davlatlarida ham yurishi mumkin. O'sha qaysi transportda yursa, o'sha transportlarda bevosita demak ularni himoyasini ta'minlab beradi. Bundan tashqari do'stlar, o'sha O'zbekiston Respublikasi Prezidenti davlat xavfsizlik xizmati xodimlari qo'riqlanadigan shaxslarning axborot xavfsizligi bilan kiber xavfsizligini ham ta'minlaydi. Mana ularning telefonlari bor, mamlakat kompyuterlari bor, o'sha prezident, uni oila a'zolari, boshqa qo'riqlanadigan shaxslarni, ular tashrif buyuradigan binoda Wi-Fi tizimlari, tarmoqlar bor, shularni ham hammasini ya'ni xavfsizligini ta'minlaydi va o'sha ularga tajovuzlar, ugrozalar bo'lishini oldini oladi. O'zbekiston Respublikasi Prezident davlat xavfsizlik xizmati faoliyati ayrim bir normativ huquq hujjatlarga asosan tartibga solinadi. Yana o'sha gap, ichki ishlar organi, prokuratura, Milliy gvardiya, davlat xavfsizlik xizmati to'g'risidagi qonunlar bo'lganligi kabi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti davlat xavfsizligi xizmati to'g'risida ham O'zbekiston Respublikasi qonuni mavjud. O'sha qonunda kirib turib, sizlar bemalol nima vakolatlari bor, qanaqangi ishlar bilan shug'ullanadi, qo'shimcha yana ma'lumotlarni olishlaring mumkin. Do'stlar, bu o'sha Prezident davlat xavfsizlik xizmati to'g'risidagi informatsiya edi. Biz sizlar bilan esa davom ettiramiz. Do'stlar, men darsimizdagi so'nggi o'sha demak huquqni muhofaza qiluvchi organ bu O'zbekiston Respublikasi Davlat bojxona qo'mitasi. Davlat bojxona qo'mitasi bu davlat boshqaruv organi bo'lib, o'sha yagona bojxona siyosatining amalga oshirilishi va o'z vakolatlari doirasida bojxona organlari tizimining samarali ishlashini ta'minlaydigan organ hisoblanadi. Bojxona organlari O'zbekiston Respublikasi Prezident tomonidan tashkil etiladi va tugatiladi. Demak, bojxona organlari o'z faoliyatida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati va O'zbekiston Respublikasi Prezidenti oldida hisobdor hisoblanadi. Bojxona organlari endi nima bilan shug'ullanadi degan to'g'ri o'rinli savol tug'iladi. Bojxona qo'mitasi bojxona organlari O'zbekiston Respublikasi bojxona chegaralari orqali olib o'tkaziladigan tovarlar va transport vositalari ustidan bojxona nazoratini amalga oshiradi. Bilasizlarki, mana SIP Toshkent deydi, rastamoshka masalalari bor, kiradigan tovarlar bor, poyezd yo'li orqali, aviatsiya orqali kiradigan har bitta o'sha bojxona orqali kiradigan tovarlarni bojxona nazoratini amalga oshiradi. Bojxona rasmiylashtiruv ishlarini amalga oshiradi. O'sha poshina, moshina, оформлениялari, rastamoshka itagdali. Bojxona poshinalari va boshqa to'lovlarni undiradi. Kontrabandaga qarshi kurashda amalga oshiradi. Ya'ni noqonuniy birorta bir sigaret, boshqa shunga o'xshagan tovarlar olib kirilsa yoki olib chiqib ketilsa, ularni oldini oladi. Respublika bojxona chegarasi orqali giyohvandlik vositalari,
psixotrop moddalar, portlovchi moddalar, qurol, оружие kirishi mumkin, valyuta kirib kelishi mumkin, har xil yuvelir izделияlar, milliy mulk buyumlari, intellektual mulk obyektlari agar noqonuniy olib o'tilayotgan bo'lsa, mana shularni to'xtatib, oldin bilasizlar-ku, aeroportda uchib kelganda ham, o'sha tamojni uchib kelayotganda ham tamojni kontrol bor, butun dunyoda bor bu tizim. Shu kabi O'zbekistonda ham bor. Uchib kelganda ham, uchib ketayotganda ham yoki o'sha viloyatlarda chegaradan o'tayotganda ham обязательно tamojani nazoratidan o'tadi. Bundan tashqari bular valyuta nazoratini ham amalga oshiradi va bojxona organlari vakolatiga kiradigan hollarda tergovdan oldin tekshirish ishlari, surishtiruv ishlari qonun hujjatlariga muvofiq bojxona qoidalari buzilgan holatlarda ayrim bir ishlarni ko'rib chiqib, o'sha huquqbuzarlarga nisbatan tegishli choralarni ko'rib chiqish bilan bevosita shug'ullanadi. Qanaqangi ishlar bo'yicha surishtiruvlar amalga oshiriladi? Ayrim bir misollar keltiramiz. Deylik, pornografik mahsulotlar va deylik bir tazyiqni, zo'ravonlikni yoki boshqa bir shafqatsizlikni targ'ib qiladigan bir mahsulotlarni tayyorlash, olib kirish, ularni tarqatish, reklama qilish va namoyish etish bilan bog'liq masalalar bo'lishi mumkin. Soliq yoki yig'imlarni to'lashdan bo'yin tovlash, bojxona to'lovlarini to'lashdan bo'yin tovlashlar bo'lishi mumkin. Uchuvsiz uchadigan apparatlar bor, dronlar bor-ku, o'shanaqa dronlarni qonunga xilof ravishda olib kirish, o'tkazish yoki saqlash yoki ulardan foydalanish qoidalarni buzganlik uchun ham misol uchun javobgarlik bor. Aynan mana shu masalalarni ham bevosita bojxona organlari ko'rib chiqadi. Agar deylik siz vagonda bir noqonuniy tovar olib kelayotgan bo'lsangiz, tamojna sizni ushlasa, tamojna sizni javobgar qiladi va o'rnatilgan tartibda masalani ko'rib chiqadi. Endi qaysi normativ huquq hujjatlar tamojna organlari faoliyatini tartibga soladi degan savolga javob bersak, bu ham o'sha yuqorida aytib o'tilgan organlarimiz kabi O'zbekiston Respublikasi Davlat bojxona xizmati to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni bor. Bundan tashqari bojxona bu целый katta tizim bo'lganligi sababli O'zbekiston Respublikasi bojxona kodeksi bor va o'sha bevosita agar qo'mitani faoliyati bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, O'zbekiston Respublikasi Davlat bojxona qo'mitasi to'g'risidagi nizom bor. O'sha nizom bilan ham bevosita tanishib chiqishlaringiz mumkin. Do'stlar, bu o'sha bugungi darsimizdagi huquqni muhofaza qiluvchi organlar to'g'risidagi ma'lumot edi. To'g'ri, men endi batafsil yoritib bera olmayman, chunki informatsiya juda ham ko'p. Qisqacha bo'lsa ham informatsiya berib o'tdik. Kimga agar qo'shimcha ma'lumot olish niyati bo'lsa, o'sha men prezentatsiyalar tashlayman. O'sha yerda qonunlari bor. O'sha har bitta bergan organimizni o'sha qonunlarga kirib, bemalol informatsiya olishlaring mumkin. Endi siz bilan biz huquqni muhofaza qiluvchi organlar kimlar degandagi ma'lumotga ega bo'ldik. Ular nima faoliyat bilan asosiy yo'nalishlari shug'ullanishini bilib oldik, qanaqangi tergov ishlarini amalga oshirishni bilib oldik va shu orqali huquqiy bilimlarimizni oshirdik. Do'stlar, bu o'sha bizni kursimizdagi предпоследний, ya'ni so'ngidan bitta oldingi darsimizni oxirgi darsda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.